Daftar hoshiyasidagi bitiklar. Oliy hakam. Bu dunyoda ham, u dunyoda ham hech kimga bo'ysunmaydigan, oqni oqqa, qorani qoraga bexato ajratadigan oliy hakam bor. Bu Tangrining hukmi. Antiqa kitob. O'qib ko'rdilar, yoqmadi. Qayta yozdilar, aslo holiga qaytdi. O'chirib tashladilar, tag'in asliga qaytdi. Olovga otdilar, yonmadi. Bu kitob tarix edi. Albatta, obuna bo'lib layk bosing.